O'qituvchimiz Tarix va yuridik fakultetida talabalar orasida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazib, fakultetdagi eng faol fan o'qituvchisini aniqlaymiz. Sizga fakultetdagi eng yaxshi fan o'qituvchisi kim? Usmonov Manzur Mayniyeva. Siz uchun fakultetdagi eng yaxshi ijtimoiy o'qituvchimiz kim? Siz uchun fakultetdagi eng yaxshi fan o'qituvchisi kim? So'rovnoma natijasiga ko'ra, Respublika kafedrasi katta o'qituvchisi Rajab Sharif Adamovich, ijtimoiy siyosiy fanlar kafedrasi professori, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Mahmud Validora Barakovna va psixologiya kafedrasi dotsenti, psixologiya fanlari doktori Rustam Shavkat Shuhratog'li fakultetdagi eng faol va e'tirofga sazovor ustozlar sifatida tanlandi. Ustozlarga kelgusidagi ilmiy va pedagogik faoliyatlarida yanada yuksak muvaffaqiyatlar tilaymiz.